Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabida San'atim, saodatim nomli hisobot konsert dasturi bo'lib o'tdi. Mehmonlarni karnay-surnay sadolari ostida milliy liboslarda o'zbekona lutf ila kutib olinishi barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Ayni konsert tafsilotlari navbatdagi reportajimizda. Tadbirda Toshkent viloyati hamda Bekobod shahri Bekobod tumani hokimligining ma'naviyat va ma'rifat bo'limi mutasaddilari, shuningdek xalq ta'limi bo'limi vakillari ishtirok etdi. Konsert dasturida an'anaviy xonandalik bo'limi o'qituvchilari, shogirdlar bilan birgalikda kuy-qo'shiqlarni ijro etishdi. Xalq raqsi ijrochilik yo'nalishi o'quvchilarning sahnalashtirgan raqslari guldastasi kechaga yanada jo'shqinlik baxsh etdi. Tadbir so'ngida hisobot konsert dasturida faol ishtirok etganlarga faxriy yorliq va esdalik sovg'alar topshirildi.